Hello guys, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, demak, boshladik sizlar bilan birinchi bonus darsimizni boshlaymiz. Xo'p, okey. Qani, bu gruppa noldan ochilayotgani uchun ma'lumotlar o'sha umuman ingliz tilini bilmaydigan odamlarga moslashtirilgan. Demak, welcome guys. Let's get started. Sizlar, o'rtoqlar, qani boshlaylik. Hop, demak, bugun sizlar bilan greetingni o'tamiz. Greeting bu salomlashish degan. Hop, qani boshladik. Salomlashishni bizda quyidagi so'zlar bilan ifoda etamiz. Hello, hello, hi, hi. Ikkalasi ham salom degan. Farqi, qarang, hello bu universal hisoblanadi, ya'ni rasmiy holatda ham, norasmiyga ham hammaga nisbatan ketaveradi. Xo'p, endi hi bo'lsa, salom degani informal holatda bo'ladi. Informal nima degani? Norasmiy holatda, ya'ni faqat oila a'zolarimizga, do'stlarimizga nisbatan ishlatsa bo'ladi, ya'ni tanishlarimizga nisbatan. Lekin masalan, o'qituvchilarimizga yoki bo'lmasam hurmat bilan muomala qiladigan insonlarimiz bo'ladi-ku, o'zi rasmiy holatda direktorlarimiz, boshliqlarimiz, ularga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Hop, good morning, good morning, xayrli tong. Bu obedga 12gacha ishlatiladi. Good afternoon, good afternoon, xayrli kun. Bu ba'zi joylarda mintaqalarga qarab turib, vaqt difference'lariga qarab turib, soat 5dan 6gacha, ya'ni 17:00 8:00gacha ishlatiladi. Good evening, good evening, xayrli kech. Uyquga yotgungacha ishlatiladi. Good night, xayrli tun. Bironta joydan ketayotsak, masalan, mehmonga borganmiz, o'sha joydan turayotsak yoki uyquga yotishdan oldin ishlatamiz. Okay. Farewell, farewell, farewell. Okay. Bu xayrlashish degani. Xayrlashishni quyidagi so'zlar bilan amalga oshiramiz. Goodbye, bye bye, goodbye or bye bye. Xayr degan ikkalasi ham, bu ham hello bilan higa o'xshaydi. Goodbye universal, любой situatsiyada ishlatiladi. Bye bye faqat norasmiy holatda, ya'ni do'stlarimizga, yaqin tanishlarga, oila a'zolariga nisbatan. Hop, see you soon, see you soon. Tez orada ko'rishguncha. See you later, see you later. Keyinroq ko'rishamiz. See you next time, see you next time. Keyingi safar ko'rishguncha. Hop, see you deb turib, masalan, aniq bitta sanani yoki kunda aytsak bo'ladi. Masalan, dushanba ko'rishguncha desak, see you on Monday, see you on Tuesday yoki seshanba. 5-noyabr kuni ko'rishguncha, see you on 5th November deb turib aytsak bo'larkan. Hop, yana davom etamiz. Ba'zi bir savollarni ko'rib chiqamiz. Sizdan personal information so'rashda ishlatiladigan, ya'ni personal shaxsiy ma'lumotlar so'rashda ishlatiladigan savollarni ko'rib chiqamiz va ularga javob berishdi. Hop, birinchi bo'lib oddiy ismimizdan so'rashdi. What's your name? What's your name? Ismingiz nima degani? Endi quyidagi yana ikkita variantdan ismingiz nima degani. What is your first name? What is your first name? Can I have your name? Can I have your name? Uchalasi ham ismingiz nima degan. Qarang, ismingizni bilsam bo'ladimi? Bunisi, bu kelasi ham ismingiz nima? First, birinchi degani, birinchi ismingizni bilsam bo'ladimi degani, masalan, ism, familiya ingliz tilida umumiy name hisoblanadi. O'shanda birinchida turgani sizni ismingiz, oxirida turgani, kechida turgani bu familiyasi hisoblanadi. Shu birinchidagini bilmoqchiman degan, ya'ni faqat isming kerak degan ma'noda isming nima deb so'raladi. Xo'p, javobda I am deb turib aytamiz, it is deb aytamiz yoki my name is deb bersam bo'ladi yoki my first name is deb bersam bo'ladi. I am oydin, it is oydin, my name is oydin, my first name is oydin. Xo'p, nimaga it is qo'yyapman? Sababi bu yerda gapning egasi ismda, siz emas, ism. Ism itga to'g'ri keladi, chunki it is oydin. Hop, what is your last name? What is your surname? What is your family name? Ikkalasi ham familiyangiz nima degan. Xo'p, javob berishdi. I am yoki my surname is yoki my last name is yoki my family name is deb beriladi. Hop, I am Adham va
Men adhamvaman. Xo'p, what is your middle name? Uh, O'rtadagi ismingiz nima? Bu odatda mana ikkita ismli odamlar bo'ladi. O'shalarni ismini so'raydi. Misol uchun bizda hozir hech ham hayolimga kelmayapti. Abu Ali ibn Sino bor-ku, shunaqada Abu Alida middle name hisoblanadi. Agar xato qilmayotgan bo'lsam. What's your middle name deganda Abu first name, Ali middle name hisoblanadi. Shuni aytiladi Ali deb. Xo'p, what is your full name? To'liq ismingiz nima? Ya'ni ismingiz bilan familiya so'ralyapti. Xo'p, yoki can I have your full name? To'liq ismingizni bilsam bo'ladimi? Javob berayotganda it is yoki I am yoki my full name is deb aytamiz va e'tibor beramiz. Birinchi ism, keyin familiyani aytamiz. My full name is Oydin Xamba. Xo'p, davom etamiz. How old are you? How old are you? Yoshingiz nechida? I am deb aytamiz. 24 years old. Ya'ni 24 dan o'rniga o'zimiz yoshimiz qo'ysak bo'ladi. What do you do or what's your job? Kasbingiz nima degani kelsa ham. I am yoki my job is a teacher. Men o'qituvchiman yoki meni kasbim o'qituvchi. Where do you work? Qayerda ishlaysiz? Where do you work? I work in yoki I work at deb turib ish joyimizni aytamiz. I work in learning center. Men o'quv markazida ishlayman. Where do you study? Where do you study? Qayerda o'qiysiz? I study at deb bersam bo'ladi o'qish joyim. At school, at university, at college deb. Where are you from? Where are you from? Qayerdansiz? Qayerdansiz? I am from. Xo'p, qarang, where are you from savoliga javob berish. Xo'p, qayerdansiz deb masalan so'ralayotganda holatga ham bog'liq bo'ladi. Deylik, siz o'zbekligingizni bilib turib O'zbekistonda where are you from desa, I am from Uzbekistan. Siz bu hech to'g'ri kelmaydida. Masalan, O'zbekistonda juda qayerdansan desa, masalan, holat bo'ladi. O'zimiz masalan anglab olamiz u paytda aynan nimani so'rayotganini. Rayonimni so'rayaptimi yoki bo'lmasam shahrimni so'rayaptimi yoki qishlog'imni so'rayaptimi, bilib ola olamiz, to'g'rimi? Raqamga qarab javob beramiz. Masalan, Andijonda turibdansan desa, masalan, men Buloqboshidanman deyman yoki overall Toshkentda turib, masalan, qayerdansan desa, Andijondan deyman. Endi chet davlatga chiqib qayerdansan deb so'rasa, O'zbekistondanman deb javob beraman. Where do you live? Where do you live? Qayerda yashaysiz? I live in deb beraman. I live in Buloqboshi, Andijon. What's your address? What is your address? yoki can I have your address? Manzilingiz qanaqa yoki manzilingizni bilsam bo'ladimi? It is deyman. Birinchi uyni raqami, keyin ko'chani nomi, keyin qishloq yoki shaharda nomi, keyin tuman, keyin viloyat, keyin davlat nomi keladi agar who address kerak bo'lsa. 87 Mehnatobod Street, Chirmonbuloq, Buloqboshi district, Andijon, O'zbekiston holatida keltirgan. Xo'p. What is your marital status? What is your marital status? Oilaviy ahvolingiz qanaqa? Ya'ni turmush qurganmisiz, ajrashganmisiz, yolg'izmisiz, shu holat. I am married, turmush qurganman. I'm single, yolg'izman. Yoki I am divorced, men ajrashganman degan. Have you got any children? Farzandlaringiz bormi? Yes, I have a son. Ha, meni bitta o'g'lim bor. Misol uchun, yoki yo'q bo'lsa, no, I haven't deb qo'yamiz, bo'ldi. How old are they? Ularning yoshi nechida? He's 10 months old. U 10 oylik. Misol uchun, holatda bo'lar ekan. Xo'p, demak ketdi. Savollarni tugatdik. Endi daily phrases, ya'ni har kuni kamida 1-2 marta ishlatadigan frazalarimiz, iboralarimiz. Bu bless you birinchisi. Sog' bo'ling, ya'ni aksirganda aytamiz. Sorry, uzr, kechirasiz degan. Excuse me, ma'zur tutasiz. Odatda masalan biron narsa so'rash uchun. Kechirasiz, soatni aytaverasizmi? Kechirasiz, taksi chaqirib beraverasizmi? Please, iltimos degan. Xo'p. Thank you, rahmat. Cheers. Informal holatda rahmat degan bu ham, ya'ni ko'cha tilida deb. Good luck, omad degani. Congratulations or well done degani barakalla degan. Xo'p, homework. Homework o'sha frazalarni hammasini yodlab qo'yamiz va o'sha savollarga javoblardan foydalanib
javob berishni o'rgatib o'shalardan foydalanib o'zimiz haqimizda qisqa mana shunaqa tekstcha yozamiz. Hello everyone, I'm Oyden. My surname is Athanva. I'm 24 years old. I'm married and I have a son. I'm a teacher. I work in learning center as an English tutor. I'm from Andijan. I live in Buloqboshi district. Hop, hammaga salom. Meni ismim Oyden, familiyam Athamva. Men 24 yoshdaman. Men turmush qurganman va meni o'g'lim bor. Men o'qituvchiman. Men o'quv markazida ingliz tili repetitori sifatida ishlayman. Men Andijondaman va men Buloqboshi tumanida yashayman. Xuddi shunaqa qilib tuzishga harakat qilamiz. Okay, that's it. See you next lesson. Bye.